Hasan Basri rahmatullohi alayhidan so'rashgan. Ey imom, ey ulug' tobiin, banda gunoh qiladi, gunohdan tavba qiladi. Yana gunoh qiladi, ya'ni tavbasini sindiradi. Yana tavba qiladi, yana gunoh qiladi, yana sindiradi. Bu hol qachongacha davom etadi? Bunaqa tavba qabul bo'larmikin? Mazmunida savol berganda, o'sha banda to shayton umidini uzguncha to'xtamay tavba qilaversin degan. Shayton miyaga olib keladi-da, bo'ldi, sen Nozimjon tamom, qaytib Alloh seni kechirmaydi. Bunaqangi senga o'yinchoqmi tavba? Allohning ustidan kulyapsan, masxara qilyapsanmi? Bunaqa tavba qilganingdan ko'ra qilmay gunohingni qilib yuraver degan mazmunda vasvasa olib keladi shayton. Nafsga yoqadigan vasvasa. Kech, tamom hammasi bo'lar ish bo'ldi deydi. Bu shaytoniy vasvasa. Mo'min banda esa yo'q. Alloh taolo vasi'ul mag'fira, mag'firati keng zot. Bu Qur'oni Karimda o'zini mag'firati keng zot deb sifatlagan, bandalarga tanishtirgan. Demak, uning mag'firati shu qadar kengki, men